Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi 17-25 joyimiz tayyor bo'ldi. Butuniga yopishga tayyorlayapmiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Materialimiz konteyner profildan bo'lgan. Bu uyda loy bosganni tayyorlab beryapmiz. Ustunlari o'zi bor. Biz shvillerdan xorasini tashladik. Bu tomoni esa 7 metrga 15 metr joy. Konvert bo'lgan holat bu. Har qanday zdaniyani, molxona, qo'yxona, tovuqxona, fabrikalar tomlari 25 metrgacha ustunsiz yopib beramiz. Barcha materiallar o'zimizdan. Firmamizning orasiga keladigan bo'lsak, 1.25 dan qo'yilgan. Har bitta firmaning orasi 1.25 sm. Mana bu holatda. Orqa tomondan ko'rinish tomoni bu mana. Shapkasi 70 sm dan chiqqan. Mana firmalarimiz shotli holatda lombozga tayyor. Mana bu shoti deyiladi. Bemalol loy bossa bo'laveradi. Orqa tomondan ko'rinish jarayoni. Bu tomonimiz 7 metrli firma tomoni, orqa tomoni bu. Xolos ozgina reykamiz qoldi, reyka qatirilyapti. Ustagalarimiz mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan bitta ikkita yomg'ir tashlayapti, qatirilyapti.